Shubhaga ergashib, Nasiba ko'zini to'yxonaning to'rt tomoniga yugurtirib erini izlay boshladi. Qanu topolmagach o'rnidan turdi. Butun tashvishlarni unutib, sho'x taronaga raqs tushayotganlarni oralab eshik tomon yurdi. Balkim ko'chaga chiqqandir degan o'yda to'yxonaning oldini ham qaradi. To'y boshlangandan beri ichini kuydirayotgan alam jahlga aylandi-yu, tund qiyofada yana qizg'in davraga qaytdi. Joyiga kelib o'tirgach, xonandaning ham xonishi tindi. Yosh-u qari davrani tark etib joy-joyiga o'tirdi. Shundagina Nasibaning ko'zi kuzatayotgan kishisiga tushib, ko'ngli biroz tinchidi. To'yxonaning u tomonidagi stolda o'tirgan kundoshi uning alam va qiynoqlaridan bexabar. Yonidagi ayol bilan gurunglashardi. Shu payt davrada mungli qo'shiq yangrab qolsa bo'ladimi? Faqat u sen emas, u go'zal boshqa. Ozodbekning mashhur qilgan ashula-ku bu. Baxt kechasida ham shunday qo'shiq aytadimi? Kimdir buyurtma qildimikan yo? Ayollarning bu gaplari Nasibaning qalbiga yana shubha bulutlarini quvdi. Bir zum tarqagan noxush o'ylar o'rnini endi undan og'riqli ayollar egalladi. Odil aka qayerda yuribdi ekan? Ko'rib yuragi boshqacha bo'lib to'ydan ketib qoldimikan? Yo u ham hozir shu qo'shiqni eshitib uyga cho'mib o'tirganmikan? Ikki ko'zi kundoshu tomonga bo'lgan Nasiba yoniga kimdir kelganini ham payqamay qoldi. Nasiba opa, sizni ko'chada xo'jayiningiz chaqiryapti. To'y egalarining qarindosh qizlaridan biri sekin qo'ldan tortdi. Nasiba xo'p degancha hayron bo'lib qizga ergashdi. To'yda o'tira olmagan, yuragiga qil ham sig'mayotgan bo'lsa kerak bu uchrashuvdan keyin. Alamda yongani sayin erining rang ro'yini ko'rish uchun oshiqdi. Odil esa xotinini ko'rishi bilan mashinasini o't oldirdi. Nasiba eshikni ocha solib tinchlikmi deyishi hamon ha o'tir dedi. Ayoli jahl bilan old o'rindiqqa o'tirgach gazni bosdi. Nima bo'ldi? Azroilni ko'rgandek to'yda o'tira olmadingiz? Pichin qildi Nasiba. Uydan telefon bo'ldi. Sojidaning mazasi bo'lmay qolibdi. Shunga sen joyingdan topa olmay o'zim ketdim. Nima? Sojidamga nima bo'libdi? Nasibaning butun vujudini endi haddiq mahv etdi. Ko'rchak bo'lib qolibdi. Hozir shifoxonada zudlik bilan operatsiya qilishmasa yorilib ketar ekan. Shunga to o'ziga kelguncha yetib boramiz. Nasiba qalbini jizg'anak qilayotgan tuyg'udan uyalib ketdi. Shifoxonaga borgach esa deraza oldidagi karavotda jilmayib yotgan qizining peshonasidan o'pgach, qinidan chuqqudek urayotgan yuragi taskin topdi. 10 yil yashab sho'rlik xotini bilan umid qilishganda yolg'iz o'g'il bo'lgani uchun zurriyotsiz o'tmasin deb qaynota qaynonasining o'zlari qizlarini olib ketishibdi. Shunga ham 2 yil bo'lgan ekan, momosi so'z boshlagandi bu mavzuda birinchi marta. Keyin gapga onasi qo'shildi. Shu yolg'iz Murodini onasi endi farzand tuqqan ayolga uylantiraman deyotganmish. Bo'lmasa turmush qurmagan qizlarni ham so'rayotganlar ozmunchami? Yana obdon o'sha kishining onasini ta'rifini keltirishdi. Nasiba hamma gapni eshitib tushunib o'tirgan bo'lsa hamki, mum tishlab olgandi. 3 yil umid bilan erini kutdi. Kelar kechirim so'rar, olib ketar degan uyda eshik poyladi. Momosi oq sochlarim hurmati, tug'ilmagan go'dak yetib qolmasin, deya qudalarning ostonasiga bosh urib bordi. O'g'limning beli to'la bola, qiz deganga esa qiron kelmagan, uylantirib qo'yaman. Tug'ib beraveradi degan javobni eshitib boshi ham qaytdi. Ba'zida Nasiba o'zini ayblardi. O'lasa qilib do'pposlasa ham chidab o'tirish kerak edi. Shunda Sojidaning o'zi familiyasini berib, tug'ruqxonadan yum-yum yig'lab chiqmasmidi? Sojida ikkiga kirib tili shirin bo'lib qolgach, bir kun qizini yetakladi-da erining ishxonasiga yo'l oldi. Sobiq turmush o'rtog'i yasanib o'tirgan xonaga kirarkan, qanday kutib olarkan? Qizini dada deganini eshitib, sapchib o'rnidan turib quchoqlab olsa kerak. Afsus, Sojida dada demadi. Sarvar ham o'rnidan sapchib turmadi. Ona bolani begonalardek sovuqqina qarshiladi. Sarvar aka yarashaylik, qarang qizimizning shirinligini. Nasiba o'zida kuch topib zo'rg'a shu so'zlarni aytdi oldi xolos. Yarashaylik. Men allaqachon sen bilan qonundan ajrashganman. Chertmaydigan birortasiga yerga tegib ketaver, dedi u qizaloqqa parvo ham qilmay. Bilagi zo'r akangga aytsang o'z top beradi. Nasiba labini tishlab qoldi. Keyin bu odamdan umid qilmish befoydaligini angladimi? Qizini dast ko'tarib chiqib ketdi. Uyga kela solib, yostiqqa yuzini bosib yig'lay boshladi. 3 kungacha o'ziga kela olmadi. Axir endi 22 ga to'lyapti. Shu yoshda ajrashib o'tiribdi. Tag'in bir bolasi ham bor.
Akasi ham o'shanda qizishib ketdi. Qizishmay ham bo'larmidi? Ota-onasining bir o'g'ildan keyin 5 farzandi nobud bo'lgan. Nasiba tug'ilganda hayotdan nasibasi uzilmasin deya uni shunday atashgan va doimo qo'llarida ko'tarib yurishgan. Qorachiqdek asralgan singlisini hali uylanganiga 3 oy bo'lmagan kuyov ayamay kaltaklasa, kelinchak sho'rlik qishloqning u boshidan bu boshigacha yalangoyoq yugurgilab kelsa-yu, aka jim o'tirsinmi? Yo'q, homilador ayolning qadriga yetmaydigan erkakka yig'latib qo'yadigan singlim yo'q, deb kuyovning yuziga bir musht tushirib qoldi. Erkatoyning buri qonaganiga chidolmagan qaynona esa 7 mahallaga dodvoy qilib xotinini ajrashtirdi. Mana shunga ham 3 yil bo'libdi. Eri ham uylanib ketdi. 6 yil ichida Nasibaga o'g'iz solganlar bo'ldi. Baxtidan bir marta kuygan ayol ikkinchi bor oila qurishni istamay hammani rad qilib o'tirgandi. Uydagilari ham uning rayiga qarashayotgan edi. Ammo bu nomzodni negadir rad qilishmadi. Hatto majburlab uchrashuvga ham chiqarishdi. Oxirgi paytlarda kelinoyisi bilan chiqisha olmayotgan akam va onamning boshini tashvishga qo'yib yashayapman deya hisoblayotgan Nasiba ikkilanib qoldi. Bo'y basti kelishgan, o'zini tutib olgan bosiqqina Odilning qizingizga otalik qilaman degan so'zlari ham uni o'ylantirayotgan edi. Qat'iy qarorga kelishiga esa qizining ko'zlaridagi yosh sabab bo'ldi. Oyi, Zuhriddin meni urdi, ketaylik shu uydan. Oyi piqqillab yig'lab keldi Sojidaning yoniga. Nega uradi? Televizorning pultini menga ber deb urdi. Keyin bu televizorni dadam olib kelgan. Bu uy ham bizniki. Sen o'zingizning dadangning uyida yasha deb aytdi. Yuring dadamnikida yashaylik. 5 yashar qizcha 3 yil oldin unga nazar ham solmagan Sarvarni eslolmas. Bir kun otasi sovg'a salomga to'lib kelib bu uydan ularni olib ketishiga ishonardi. Zuhriddin Nasiba bor ovozini baqirib mehmonxona tomonga yurdi. Televizor qarshisida cho'zilib yotgan jiyanni qanday siltab o'rnidan turg'izganini-yu, uni ikki qo'ldan tutib senga bu gaplarni kim o'rgatdi deya yig'lab urisha boshlaganini o'zi ham bilmay qoldi. Kelinoyisi kelib bolasini uning qo'ldan oldi. Qulog'i ostida kimdir shang'illar. Qizalog'i esa oy ketdik deya qo'ldan tortardi. Ular o'sha kuni keta olishmadi. Boradigan joy topisha olmadi. Akasi ham bunga yo'l qo'ymadi. Faqat momosi uni Odil bilan taqdirini bog'lashga ko'ndirdi. Bir oydan keyin Sojida kutgan inson sovg'a salomga quchog'i to'lgan dada kelib ularni olib ketdi. Bu voqeaga ham 12 yildan oshdi. Nasiba yana 3 bor onalik baxtini tuydi. Odil qizini o'zini bolasidek ko'radi. Sojida ham dadasiga tez mehr qo'ydi. Faqat Nasiba rashk o'tida yonardi. Eri birinchi ayoldan ko'ngli uzolmasdi. Ayniqsa turmushlarini ilk yillari Odil Umida bilan rishtalarini uzishni istamasdi. Goh uning uyigacha borar, goh ishdan chiqishini kutar. Bayramlarda ko'z ochib ko'rganini esdan chiqarmasdi. Bu gaplar Nasibaning qulog'iga yetib kelar. U o'zini faqat bola tug'ish uchungina bu xonadonda kun kechirayotgandek his qilardi. Ustiga ustak u turmush o'rtog'iga ko'ngil qo'ygandi. Muhabbat, rashk va har xil gap so'zlar bir bo'lardi-da jonini achitardi. Birinchi o'g'li tug'ilgach esa hammasi joy-joyiga tushishdan umid qilayotgan ayolning yuragi yana tilkalandi. Umida shu kunlarni qancha kutgandi-ya. Nega taqdir undan tuhfasini qizg'andi? Hech qachon og'ziga aroq olmagan erkak bir kech ichib kelib hovlida o'tirib yig'ladi. Oradan yil o'tib esa Odilning dahshatli qaroridan xabar topdi. Eri Umidani yana nikohiga olib u bilan ham yasharmish. Umidaning o'zi qo'ng'iroq qilib Nasibani ogoh qilmasa, u hech narsani bilmay qolishi mumkinligidan dili xufton bo'lib Odilning ishdan kelishini kuta boshladi. Xo'jayinning mashinasi ovozi eshitgach esa bir bolasi qo'lda birini yetaklab hovliga chiqdi. "Qayerga ketyapsizlar?" dedi xotiniga salom bermagan, parvoyiga ham keltirmagan Odil. "Umida bilan yashashni istasangiz, mana uy sizlarga, biz ketamiz", dadasining bag'riga otilayotgan qizining qo'lidan tortib darvoza tomon yurdi Nasiba. Odil avvaliga seskanib ketdi. Keyin gap nimadaligini tushundi. Chog'i ayolning ortidan yurdi. Umida uni tunch qo'ymasa rafiqasini hammasidan xabardor qilishini aytib ogohlantirgandi. Oxiri shunday qilibdi-da, o'yladi Odil. Shu bilan u sobiq xotinining yoniga qadam bosmadi. 4 bolaning otasi bo'lgach mas'uliyati ham ortdimi? Muhabbatini ko'ngilning tubiga ko'mdimi? Biroq Nasibaning ko'ngli doimo notinch.
Sal ishdan kech kelsa ham u yoq qovog'i uyilgan bo'ladi yo qayerda yurganini so'rab so'roqqa tuta boshlaydi. Ayolning bugungi yonishlari ham shundan. Uchalasi bir davraga o'tirganda o'zini qayerga joy topolmagan Nasiba bo'ldi. Vaholanki Odil ham Umida ham bir-birini ko'rgani yo'q. Bundan bexabar Nasiba hozir ich-ichidan shukrona aytyapti. Eri uylanganidek o'zi kundosh Sanamish bilan xufiyona uchrashgan emas. U Sojidaning o'zining farzandidek yaxshi ko'rishiga shukr qilyapti. Shunchalik yaxshi bag'ri keng Sojida uchun jonini ayamaydigan, meni qizimning darddan chulg'anib yotganini ko'rsam, ado bo'lishimni o'ylab o'zi bolajonimni boshida turgan odamni bugun tandim. U gumonlanishga emas, ishonch bildirishga arziydigan inson. Tiliga dildagilarni ko'chirishga qizidan hamshiradan xijolat tortgan Nasiba yonida qalqon bo'lib turgan turmush o'rtog'i. Oliyjanob insonning qo'lida mehrla siqib qo'ydi.